mashinaga muhabbat ma'nosida aytmayapmiz. Ya'ni muhabbat qiling, qiziqing degan ma'noda emas. Mashina minsangiz ham qaysi rusumda bo'lsa chiroyli oling. Jiguli bo'ladi, Moskvich bo'ladi, Zaporoj bo'ladi, yattilab tursin-da. Misol uchun Makkaga boring, Madinaga boring, yer yuzining eng muqaddas joyi, butun mashinani topa olmaysizda. Yaqinda ziyoratga borgan vaqtimizda mehmonxonamizga yaqinida mashina qo'yilgan, parkovka qilingan joy bor ekan. Masjidning oldida. Namozga kirdik. Namozga chiqqandan keyin baribir biz o'zbekmiz, mashinaga qaraymiz. Namozga kelgan odamlar mashinasiga o'zim shaxsan o'zim qarayapman. Butun mashinani topa olmayapman. Mashinalarga qarab ketyapman. Hammasini kami borda. Bittasini farasi yo'q, bittasi unday, bittasi kir. Qarab ketyapman, bitta mashina turibdi. Shunaqa yartillagan mashina, balonlarga ham yartillaganda, yangi mo'lka qilingan. Hamma joyi. Arkasida tonirovkasi ham borda. Qiziqyapman, buni egasi kim ekan dedimda, shuni oldiga o'sam do'ppini kiyib o'tiribdi o'zbek. Qayerda bo'lsa ham mashinaga qarab qo'yarkan. Hatto yeringizning eng muqaddas joylarida ham eng chiroyli mashinalar, yartillagan mashina o'zbekda bo'ladi. Bu ham o'sha hadis sharifning ma'nosida egarlarning chiroyli qilinglar. Ya'ni minib turgan ulovingizni chiroyli oyiring.